Alloh azza va jalla bandaning xayoliga kelgan narsa uchun hisob-kitob qilmaydi, jazolamaydi. Bu aniq. Ko'nglimizdan, hayolimizdan o'tgan narsaga bizni Alloh taolo hisob-kitob qilmaydi. Ammo hozir aytyapmiz, agar banda o'yiga, xayoliga kelgan narsani o'z holiga tashab qo'ysa, gunoh, ma'siyat bo'lgan fikrlarni to'xtatmasa, jilovlamasa, bir kun kelib oyog'ini toyilib ketishi bor. Shuning uchun ehtiyot yuzasidan, taqvo yuzasidan o'y xayolingga erkinlik berma, birodar. Gunoh, ma'siyat haqida fikr qilma. Ha, bu o'y fikring uchun hisob-kitob qilinmaysan, ammo buning orqasida katta xatar bor. Vaqt o'tishi bilan ana shu o'ylaring sekin-astalik bilan amalga aylanib qolishi mumkin. Voqelikda ana shu ma'siyatga duch kelgan paytingda unga qarshi turgani zaiflashib qolasan.